Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh do'stlar. Sizlar bilan Ravshanbek Xonyoz. Biz sizlar bilan challenge haqida gaplashayotgandik. Biz 2-3 marta mana shu challenge haqida tushuntirishga videolar yozgandik, tushuntirish uchun va har xil mana bepul darslarimiz haqida gapirgandik. Bepul bizda bordi vaqt, keyin bir haftalik kurs bordi challenge, undan keyin hozir pulli 99,000 so'mlik maqsad formulasi degan videolar yozganmiz, Instagramga ham joylashtirganmiz, katta videolarni ham. Bugun sizlar bilan ishonch haqida gaplashamiz. O'ziga ishonch degan biz challenge tayyorlaganmiz va siz bilan bo'lishmoqchi edik. Nima uchun hozir slaydlarni qilganman? Chunki odam quloq solganda nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda rasmlarga qaraydi. Undan keyin qaragandan keyin eshitadi gapirayotgan odamni. Men gapiraman, videoni ko'rasizlar. Ko'rgandan keyin rasmlar bor, tekstlar bor. Konspekt qilganinglarda ham mana biz demak 80% ma'lumotlarni hazm qila olamiz. Shuning uchun mana shunaqa challenge'da mana shunaqa slaydlar qilib tushuntirib o'tyapman. Bugun mana o'ziga ishonch haqida gaplashamiz. Juda ham muhim. Nima uchun? Odamlar ko'plari mana bilimlarga ega, yaxshi o'qiydi, institutlarni bitiradi, lekin o'ziga ishonch yo'q. Men bilmayman, siz ham o'zingizga savol bering. Mana o'zimda ishonch bormi, ishonch yo'qmi deb savol. Bormi, yo'qmi? Agar siz tortinayotgan bo'lsangiz, mana sizlar odamlar oldiga chiqib gapirmasangiz, o'zingizning fikringizni bildiramasangiz, demak sizda ishonch yo'q. Ko'p odamlar mana biznes qilamiz. Biznes qilganda bu odamlar o'ziga ishongan odam bo'ladi. Nimaga? Chunki bu odam biladiki, aha, men shu g'oyani amalga oshiraman, men ishonaman deydi va harakat qiladi. Harakat qilgandan keyin demak bu biznesni ochadi va ishi yurishadi yoki yurishmaydi. Yiqilgandan keyin ikkinchi marta turadi, uchinchi marta, lekin odamlar bor o'ziga ishonmaydi. Biznes ocholmaydi. Nimaga? Chunki qo'rqadi, qo'rquvlar bor. Mana masalan biz maktabda darslarni o'tardik. Darslarni o'tgandan keyin bizni o'qituvchilar o'rtaga chaqiradi. O'rtaga chaqirib, qani dars haqida gapirib bergin deydi. Yoki mana bunaqa she'rni yodladingmi, yo'qmi? Gapirib bergin deydi. O'rtaga chiqarib, doskaga chiqarib, doskada biz o'zimizning fikrimizni bildirishga harakat qilardik. Nima uchun mana yaxshi o'qigan odamlar ko'plari jamiyat oldida bemalol gapira oladi. To'g'rimi? Nimaga? Chunki ishonch bor. Bilimi bor, ishonch bor. Odamlar bor. O'rtaga chiqib, men doskaga chiqqanda gapiramasdi, turib olar. Gapirgin desa ham gapiramasdi. Ikki og'iz gapiramas. Hayotda ham shunaqa odamlar o'ziga ishonmasdan shu to'siqlar bor-da bu odamlarda. Tortinadi, uyaladi, gapiramaydi. Menda ham shunaqa bo'lgan. Zavodda ishlaganimda birinchi marta odamlarning oldiga kelganda, odamlar 30 tacha odam bor edi, o'sha odamlarni boshqarish kerak. Men gapiramasdim, tortinardim. Nimaga? Chunki odamlar nima deb o'ylar ekan, men noto'g'ri gapirib qo'ysammi? Siz o'zingizga savol bering. Sizda ham bormi shunaqa odat? Tortinasizmi? Odamlar oldida gapiramaymizmi? Shu savollarni biz o'zimizga albatta berib turishimiz kerak. Mana odamlar biznes boshlaydigan, to'g'rimi? Hozir gapirdimmi? Biznes boshlaganda odam qo'rqmasdan harakat qiladi. Nimaga? Chunki o'xshamasa ham biladiki, bu odam xatolarga yo'l qo'ydi, ertaga yana qandaqadir o'zgartiraman-da, yana davom etiraman deydi. O'ziga ishonmagan odam o'ylaydi, voy, o'xshamasa-chi, men nima qilaman? Ertaga pullarimni yo'qotib qo'ysam-chi deydi. Undan ko'ra pulni saqlab qo'yganim yaxshi, tinchgina ishga boraman, davlat ishiga boraman deydi. Shunday qilib yangi biznesni boshlamaydi odamlar. Qo'rquv, chunki o'ziga ishonch bo'lmaganligi uchun. To'g'rimi? Mana biz ham shunaqa qilamiz. Mana yig'ilish bo'ladi. Mana yig'ilishlarda ham ko'p odamlarni mana rahbar turg'izadi, turg'izgandan keyin gapirgin deydi, hisobot bergin deydi. Odam o'zining fikrini bildiramaydi. Ikkita so'zlarni to'g'ri qilmaydi. Savol ham beramaydi ko'p odamlar. Mana e'tibor bering, fikri bor odamlarga qanaqa savol bergin desangiz, savolni to'g'ri beramaydi. Aylantirib uzoqdan ko'p gapiradi, ma'nosi yo'q savolni. Fikri bor, lekin aytolmaydi. Bor shunaqa, bor.
Mana e'tibor beringlar, hayotda ham bu odam katta bo'lgandan keyin o'zi himoya qilolmaydi. To'g'rimi? Tortinadim. Mana uyatchan edim. Judayam uyatchan. Mana mehmonga borganda ovqat yeyishga ham uyalardimda. Nimaga? Chunki o'zimga ishonch yo'q edi. O'ylardimki, nima deb o'ylar ekan bu odam? Voy tartibsiz ekan. Voy ovqatdan to'g'ri yeyotgan ekan deb shunaqa fikrlar bo'lardi menda. O'rtaga chiqish haqida men umuman o'ylamasdim. Gapirmasdim. Chunki men birinchi marta 9-sinfda ansamblda o'ynaganimda, ya'ni men barabanni o'ynardim, men taklif qilganda, o'rtaga chiqib, odamlarning oldiga chiqib, o'ynaganda oyoqlarim, qo'llarim qaltirardi. Mana shu men uchun dahshat edi. Dahshat edi. Men ular men haqimda nima deb o'ylaydi? Men agar adashib qolsam nima bo'ladi? Xato qilib qolsam nima bo'ladi deydi. Shunday qilib qo'rquv bo'ladi. Mana shu qo'rquv meni ishonchim to'xtab turadi. Sizda ham shunaqa bo'lganmi? Bor. Odamlar mana shunaqa harakatlardan to'xtab qoladi, qilmaydi va ko'p o'ylaydi. Uni qilsammikin, qilmasammikin, qilmasam qanday bo'ladi, qilsam qanday bo'ladi. Bu ham yaxshi emas, do'stlar. Nimaga? Chunki biz qancha ko'p o'ylaydigan bo'lsak, demak, bizni vaziyatimizni o'zgartirmaydi, bizni hech narsani o'zgartirmaydi, hayotimizni o'zgartirmaydi. Biz keyin qo'rqqanimizdan keyin harakat qilmaymiz, o'ylamaymiz, o'rtaga chiqmaymiz, odamlarga gaplashmaymiz va albatta harakat bo'lmagan natija ham bo'lmaydi. Shuning uchun albatta bizda harakat bo'lish kerak. Endi qaranglar, pul haqida gaplashamiz, to'g'rimi? Mana biz pul ishlab topmoqchimiz. Pul ishlab topmoqchimiz. Pul ishlab topmoqchimiz, nima qilish kerak? Odamlar o'ylaydiki, men omadim yursa, ertaga omadim anaqa qilsa, demak, menga pul bo'lsa, men hamma narsa o'zim hal qilardim deydi. Men o'shani muvaffaqiyatga erishardim deydi. Yoki men tanishim bo'lsa, tepada o'tirganlardan, qanaqadir men shu komanda prezidentmi yoki anaqa premyer ministr, kabinet ministr tanishlarim bo'lsa, ishlarim yurishar, men muvaffaqiyatli bo'lardim deydi. To'g'rimi? Bor shunaqa, albatta bor. Odamlar bilish kerakki, yo'q, do'stlar, men ularga har doim aytaman, muvaffaqiyatga erishish uchun pul ham kerak emas, tanish bilish ham kerak emas, omad ham kerak emas. Bu faqat o'ziga ishonch bo'lishi kerak. Bular hammasi illyuziya. O'ziga ishonch bo'lmasa, muvaffaqiyatga erishamaysiz. Shuning uchun biz harakat qilishimiz kerak. Birinchi navbatda eng mana shu kerakli narsa o'zimizga ishonchimizni, odatimizni tiklashimiz kerak, o'zimizni rivojlantirishimiz kerak va o'zimizga ishonchni orttirishimiz kerak. Tasavvur qiling, ikkita odam bor. Aqlli odam bor, hamma narsani biladi, juda ham ko'p bilimlarga ega bor, ishonmaydi o'ziga. Va ikkinchi odam bor. Odam bilimi yo'q, lekin o'ziga ishongan odam. Ko'p narsani bilmasa ham, demak, bu odam harakat qiladida, imkoniyatlarini ko'ra oladi. O'ziga ishonmagan odam bo'lsa, aqli bo'lsa, bu imkoniyatni ko'rolmaydi. To'g'rimi? Bor shunaqa. Qarorlarni qabul qilolmaydi. Ishonmagan odam o'ylab, qilsammikin, qilmasammikin, biladi bu to'g'riligini, lekin qaror qabul qilmaydi. Chunki ishonch yo'q o'ziga. O'ziga ishongan odam, ba'zi bilimi bo'lsa ham qaror qabul qiladi va harakat qilishni boshlaydi. O'shandagina bu odam, albatta o'ziga ishongan odam o'z muvaffaqiyatga erishadi. Shuning uchun men buni bilganim uchun, chunki menga juda ham ko'p odamlar savol beryapti o'ziga ishonch haqida. Aka, men o'zimga ishonmayman, odamlarning oldida gapirmayman, men Rossiyaga borganimda keyin o'rislar bilan gaplashayotganda men til topshamayapman, o'z fikrimni bildirmayapman degan ko'p savollar berilgandan keyin men o'zimga ishonch transformatsion 14 kunlik mana shu challenge'ni yaratdim. Albatta men sizlarga tavsiya qilaman. Buni albatta biz ko'rishimiz kerak, eshitishimiz kerak va bergan vazifalarni bajarishimiz kerak. Bu yerda faqat 14 kun vaqt ketadi. 14 kun ichida siz mana shu audiolarni eshitib, bergan topshiriqlarni bajaradigan bo'lsangiz, siz umuman boshqa odamga aylanasiz. Men va'da beraman.
javob beraman. Lekin siz hamma bizga bergan topshiriqlarni bajarishingiz kerak. Va sizning hayotingiz albatta o'zgaradi. Siz o'rtaga chiqib bemalol gapira olasiz. Nimaga? Chunki amaliyot kerak. Mana men pravkom raisi bo'lganda rahbar menga aytadi, "Sen borgin" derdi, to'y bo'lyapti, to'yga borganda siz kollektiv nomida sen nutq so'zlashing kerak. Men birinchi paytlari tortinardim, gapirmasdim. Og'zim gapirgani qurib ketardi, qo'llarim qaltirardi. Bir marta, ikki marta, uch marta chiqqandan keyin bemalol gapiraverardim. O'rislar o'lib, bizda ishchilar ko'p edi. O'lgandan keyin albatta ular bir narsa so'zlash kerak, gapirish kerak ekanda. Endi biz qaramasdik, musulmonmisan, xristianmisan, kasaba so'z raisimisan, rahbarmisan, o'rtaga chiqqanda bu odam haqida bir narsa gapirgin derdi. Shunda men qo'rquvlar yengardimda, chiqib dadil gapirardim. Men palonchi odam bizni bir yaxshi ishlagan, biz hammamiz esda tutamiz, balades bo'lgan, yaqinda qilgan, mana shu yaxshi tomonlarni gapirardik. Shunday qilib mana hayotimda ham mana qanaqa harakatlar qilganimizdan keyin biznesni boshlashga qo'rqmasdan biznesni boshlaganman. Shuning uchun siz ham agar mana shu challenjni o'tadigan bo'lsangiz, albatta bemalol dadil gapira olasiz, biznesni boshlashingiz, o'zingizga ishonchingiz ortadi. Butunlay boshqacha odam bo'lasiz. Kuchli his qila olasiz o'zingizni. Albatta men sizga tavsiya qilaman. Kim uchun mana shu challenge? Ko'p odamlar savol beradi. Kim uchun roshidagi bu faqat anaqalar tadbirkorlar uchunmi? Yo'q do'stlar. Nafaqat tadbirkorlar. Biz yoshlar, ayollar, o'quvchilar, studentlar, yangi hayot boshlamoqchi odamlar uchun. Birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda albatta tadbirkorlar uchun, rahbarlar uchun, bor rahbarlar, o'ziga ishonmaydiganlar bor. Ular mana kollektivni boshqaradi, ular o'rtaga chiqib gapira olishi kerak. Bemalol odamlar bilan o'zini fikrini bildira olishi kerak. O'zining g'oyalarini ularga ayta olish kerak. Odamlarni boshqara olish kerak. Bo'lib sotuvchilar odamlar bilan gaplashayotganda ularga rad javob berishadi. Agar ishonch bo'lmasa, "Voy, men endi ular sotilmayotgan ekan mahsulotim, ularga kerak emas ekan" deb taslim bo'ladi. Unga ishonch kerak sotuvchiga. O'zining mahsulotiga, o'zining komandasiga, o'ziga ishonish kerak. O'shanda bu sotuvlar bo'ladi. Shuning uchun men sizlarga tavsiya qilardim. Hamma odamlar uchun bugungi mana shu tizim, challenge degan tizim. Siz agar mana shu narsalarda egasi bo'lsangiz, siz shu mahoratingizga ega bo'lmasangiz, mana shunaqa o'zingizga ishonchingiz bo'lmasa, o'rtaga chiqib gapirolmasangiz, oratorlik mahoratingiz, keyin biznesni boshlashda to'xtab turgan bo'lsangiz, qo'rqayotgan bo'lsangiz, mana shu tizim siz uchun demak. Agar siz yo'llarni izlab, qanday qilib mana shu narsalarda minuslardan qutulishim kerak, maqsam bo'ladi degan savollarga variantlar izlayotgan bo'lsangiz, demak bu mana shu tizim, mana shu challenge siz uchun do'stim. Mana shu 14 kunning ichida qanaqa bilimlarga ega bo'lasizlar ko'rib chiqinglar. Birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi kun mana hozir ko'rsataman bitta slaydlarda. Har bitta slaydlarda mana birinchi kun. Birinchi navbatda biz o'ziga ishongan insonning psixologik modelini ko'rib chiqamiz. Psixologik modelni ko'rib chiqamizda va undan keyin biz ikkinchi kunga o'tamiz. Ikkinchi kunga o'tgandan keyin mana bizda har bittamizda qo'rquvlar bor. To'g'rimi? Qo'rquvlar sababini bilamiz. Ildizini bilan bilgandan keyin uni so'rib tashlaymiz. Ikkinchi kunni. Albatta mana har bitta odam o'ylaydiki, menda qo'rquv yo'q deb. Yo'q, hamma odamda qo'rquv bo'ladi. Qo'rquv bo'ladi, lekin o'ziga ishongan odam bu qo'rquvni yengadi. Uchinchi kun biz kompleks bor. Yetuksizlik kompleks bilan odamlarda bor. Buni yo'qotamiz. Buni yo'qotamizda 4-kunga o'tamiz. Biz mana har bir narsa qilishni xohlaymiz. Lekin bizga qanaqadir to'siqlar bo'ladi, to'g'rimi? Qarshilik qiladi. Miyamiz qarshilik. Chunki qulaylik doirasida biz chiqishga qo'rqamiz. Odamlar qulaylik doirasiga chiqadi, orqaga qaytadi. Chiqadi-da, orqaga qaytadi. Mana shu bizni qarshilik ko'rsatgan, mana shu qanchalik qarshilik ko'rsatgan bo'lsa, komfort zonasidan biz chiqib ishni o'rganamiz.
beshinchi, oltinchi, yettinchi kunlarda mana bizda darslar bo'ladi. Albatta mana shuni o'ziga ishonch rivojlantiradi, sirlari bor va siz o'zingizni mana kasbingizni yetuk ustasiga aylanish poydevori yo'lga qo'yamiz biz. 8-kunda biz o'ylaydigan emas, real harakat qiladigan insonga aylanamiz. Undan keyin mana bizda 4-9-kun bor. Bizni to'xtatib turgan fikrlardan butunlay qutulamiz, xudo xolasi. 10-kunda manim degan bor. Har bitta odamning ichida devdek kuchi bor. Biz o'shani uyg'otamiz. Albatta birinchi navbatda biz maqsad qo'yishni to'g'ri qo'yamiz, aniq maqsad qo'yishni. Ularni rejalashtiramiz va fokusimizni shunga qaratamiz. Fokusimizni qaratgandan keyin bizda yuklar bor. O'tmish yuklardan qutulamiz. Va albatta mana bizda ikkita tosh borda. Har bitta odamni oyog'iga bog'langan tosh bor. Kechirmaydi ko'p odamlar. Va biz kechirishni yo'lga qo'yamiz. Kechirish orqali va kechirim so'raymiz. Biz kimnidir xafa qilgan bo'lsa, bu ikkita toshlarni biz zanjirlarni uzib tashlaymiz. Va shunaqa qilib 14 kunlik mana bu kurslarimizda 14 kunlik chellenjda har kuni bizga nafaqat nazariy, bu praktik darslar bo'ladi. Bizda audioni eshitamiz albatta biz. Keyin albatta nazariya beriladi, tekst o'qiysiz, kerak bo'lsa kaspiy qilasiz va topshiriq bo'ladi. O'sha topshiriqlarni bajarishimiz kerak. Va har kuni bizda mashqlar bo'ladi. O'shandan keyin mana bizni ko'ryapsiz, natija nazariya, amaliyot bo'lyapti. Topshiriqni bajarishimiz kerak, hisobot berishimiz kerak. Mashqlarni bajargandan keyin albatta undan keyin natija bo'ladi. Mana biz ko'rib turibmiz. Bizda hozir albatta bilasizlar, ko'p treytlar bor. 100 ta odam, 200 ta odam, 400 ta odam yig'ishadi-da, ularga bilimlar berishadi. Qarasangizki, bu odamlar bilimlarga ega. Mana oldimga ko'p odamlar kelganda savol beraman, bu savollarimga to'g'ri javob beradi. Lekin harakatga kelganda harakatli yo'q. Nimaga qilmayapsan desam, bilimi bor, aqli odam, treninglarga borgan, ko'p narsani biladi, lekin qanday qilishni bilmaydi. Mana chunki u yerda faqat quruq nazariya bor. Tizim yo'q. Tizim qachon bo'ladi? Qachon muvaffaqiyatga erisha oladi? Qachonki biz bilimni amaliyotga qo'llaydigan bo'lsak, olgan bilimlarimizni. Undan keyin takrorlash orqali va har kuni kundalik harakat. O'shanda natija bo'ladi. 100%. Men javob beraman, bizning chellenjimiz sizga natija beradi. Nimaga? Chunki meni bilimlarim bor, amaliyotim bor. Katta korxonalarni boshqargan, o'zimni boshimdan o'tgan, hamma narsa, 45 yillik men professional tajribam bor. Minglab tadbirkorlar meni o'qigan va ko'plari o'zgaraman degan o'zgargan odam. Shuning uchun men kuchli transformatsiyada 45 yil mana shu bilimlarimni sizlarga 14 kun ichida berishga harakat qilaman. Quruq gap bo'lmaydi bu yerda. Albatta nazariya bo'ladi va tizim bo'ladi. Nazariya, tizim bo'ladi. Shundagina biz mana shu albatta muvaffaqiyatga erishamiz. Metodika. Men endi o'zimni metodikamni sizlarga tavsiya qilaman. Metodika ishlab chiqarganman. Shuning uchun mana shu metodikani siz agar qo'llaydigan bo'lsangiz, siz agar gapira olmaydigan bo'lsangiz, o'zingizni g'oyangizni sotamaydigan bo'lsangiz, qo'rquvlar bo'lsa, biznes ochamayotgan bo'lsangiz va o'zingizga umuman ishonmayotgan bo'lsangiz, siz albatta mana shu chellenjdan keyin harakat qilasiz va albatta mana shu kamchiliklarni, minuslarni plyusga o'tkazasiz. Chunki minglab insonlar mana menda o'qiganlar butunlay o'zgardi. Hamma hayotini o'zgartirdi. Shuning uchun men sizlarga albatta bu chellenjni tavsiya qilaman va siz albatta o'zingizga savol bering. Siz hozirgi yashayotgan hayotingizdan, olayotgan daromadingizdan, ichki holatingizdan rozimisiz? Agar rozi bo'lsangiz,
sizga bu challenge kerak emas. Agar yo'q, men rozi emasman, hozirgi hayotimizdan, daromadimizdan, ichki holatimdan rozi emasman, men demak o'zgartirmoqchiman desangiz, demak har kuni siz mana shu challenjni o'tgandan keyin amaliyot mashqlarni bajaring, o'qing, rivojlaning biz bilan birgalikda. Demak, biz Xudo xolasi hayotimizni tubdan o'zgartiramiz. Chunki men sizga ishonaman, siz ham o'zingizga ishonishingiz kerak. Men sizga aytyapman, chunki sizning ichingizda devdek kuch uxlab yotibdi. Kuch uxlab yotibdi. Shunda siz faqat kutib o'tirmang, kutib o'tirishni bas qiling. Agar odamlar, minglab odamlar o'zgargan bo'lsa, demak siz o'zgarasiz. Siz ham harakat qiladigan bo'lsangiz, albatta muvaffaqiyatga erishasiz. Men sizga tavsiya qilaman, demak 1 yildan keyin mana siz o'tib o'zingizga qaraganingizda albatta, agar siz o'tmaydigan bo'lsangiz, albatta o'zingizga shu savolni berasiz, aytasiz: "Ey, 1 yil o'tib ketdi, 5 yil o'tib ketdi. Men nimaga muvaffaqiyatga erishmadim? Nimaga rostdan keyin quloq solmadim? Men o'sha qo'rqdim, pul ayadim" deb afsuslanmasligi uchun siz harakatingizni boshlang. Hozir harakat qiling. Chunki kelajagingiz sizning bugungi qaroringizga bog'liq, do'stim. Shuning uchun harakatni bugun boshlang. Qatnashish uchun bizga yozing yoki qo'ng'iroq qiling mana shu telefon bo'yicha yoki ishonchli videoning tagida yozing. Biz sizga albatta botni silkasini jo'natamiz. Botga ulaning va harakatni boshlang. Agar siz mana shu savollarga, mana shu ko'ryapsizlar, 4, 5, 6, 7, 8 darslari va hammasini bajarib, hammasi amal qiladigan bo'lsangiz, albatta natijaga erishasiz. Siz bilan Ravshanbek Xoniyoz. Salomat bo'ling do'stlar. Ishinglarga omad. Tavsiya qilaman sizlarga. Bu challenge qimmat emas. Даже 500 ming so'mga bormaydi. Qanchadir 300 ming so'm. Faqat 14 kun davomida siz rivojlanib, amal qilib, bergan mashqlarni bajarib, albatta o'zingizga ishonchingizni orttirasiz, muvaffaqiyatga erishasiz. Salomat bo'ling do'stlar. Ravshanbek Xoniyoz.